hozirgi zamonda maksimalniy opasniy ko'rinish uchun sizlar Olmazor Moyqo'rg'ondan bitta hovlini sotib olishingiz kerak bo'ladi, okalar. Keyin sizlardan derski yaxshi hitli kelib turish kerak bo'ladi, okalar. Ham orqa turgan qora bayir bormi? Agar mashg'ulini chiroyli narxda realtorlik kelib, maklerlik kelib, mashg'ulimizni chiroyli narxda baraka qilib olsalar, Malibuni gref qo'raman deyaptilar, hurmatli obunachilar. Uning uchun sizlar nima qilishingiz kerak? Mana shu videoga bitta like bosib, do'koninglarni atmetga qilib qo'yishingiz kerak. Mashalloh, mashalloh, chiroyli mahalladan hammangizga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh va amma ba'd. Hurmatli obunachilar, men hovlini ko'ryapsizlarmi? Old suti chiroyli. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib turganingizdek, biz Toshkent shahar Olmazor tumani Moyqo'rg'on mahallaga keldim. Men mahallani go'zalligini qarang. Hammangizga mana shunaqa chiroyli mahallalardan chiroyli xonadonlar olish nasib qilsin. Okam aytibdilar, yeri narxida beraveraman deyaptilar. Endi sizlar professionalsizlar, mendan ham kuchlisizlar. Men uni bilaman. O'shaning uchun mana shu uyni bitta narxlab olish kerak bo'ldi. Yeri narxida beraveramiz deyaptilar. 6 sotu. Nech pul bo'ladi? 6 sotu. Okey, mana o'zingiz ayting. Moyqo'rg'on mahallani qarang, okey. Go'zalina, asalina, shakarina, qaymoqli, nonina mahalla-yu, do'dam. Bu yerda bormi? Katta bolalarni katta qilgan mahalla bo'ladi, do'dam. Bitta like bosmasangiz boru, jigar. Jigar. Menga qara, men sen bilan slovesniy talashgani kelganim yo'q. Men tirikchilik maqsadida chiqaman mana shu Instagram yoki Facebookingga. Men bu hovlini qarang endi. Krasavchik hovli ketdi. Mana Malibuni gref qo'raman deyaptilar. Kim sot bersa mana shu hovlini Malibu gref degan. Qaranglar. Chiroyli, fayzli xonadon deydi odam. Bunaqasi hadib chiqurmaydi. O'shaning uchun niyat qilamiz dedik. Hammamizga mana shunday chiroyli uylar nasib hovlida o'sib turgan bu o'to'llarni qarang, okey. Hammasi gullab, vobshe chiroyli bo'lib, asal bo'lib, terrasalari ham bor ekan, 10 ta xonasi bor ekan, remontlari bilan suv, svet, gaz, hamma kommunikatsiyasi bor ekan. Narx qarang endi, okey. 320 mingga beraveraman deyaptilar. Mana shu hamma bino bor-ku, sizlarga tekinga qimmatga qolib ketadi, okey. Mana shu videoga bitta like bosing, jigar. Endi qaranglar, hurmatli obunachilar, mana shu hamma binolar bor-ku, sizlarga bor-ku, tekinga qolib ketadi. Toshkent shahar Olmazor tumanida joylashgan 6 sotudan ham kattaroq hovlimizni 320 ming dollarga baraka bo'lyapti dodam. Gap bo'lishi mumkin emas, chiroyli narxda bu yerda ikkita oila yashashadi. Hozir men sizlarga terrasasini ham ko'rsataman. Terrasasiga vashi o'lib qolasiz, okey. Mana bitta ikkinchi etajda shunaqa terrasaligisi bor. Oila yozda mazza qilib o'tirasizlar-da. Binolarning ichida remontlari hammasi takoy sredniy, chotki remont qilingan ekan-da, okey. Ukam, har xil kontr tepalardan uyogandan ko'ra bor, chiroyli mahalladan chiroyli hovlini olib, oilaviy yashashga nima etsin? O'zing nima deysan shunga? Ukam, bu narsa duvorga men aytdi bor, ukam qilmagin deyshar ekan-da. Okey, bilasizmi, meni nechta ukam bor? Vashi sizni nechta ukangiz bor? Yozib boring, okey. Menda bor-ku, vashi 799 ta ukam bor, okey. Bemalol uka deb обращаться qila olaman, okey. Kelib, menga Instagramga, meni profilimga kirib olib, zapret urmang odam. Bu yerda okalarim bor, ukalarim bor, mazza qilib gaplashib yashayman-da. Qachondan o'rgandinglar, birovning Instagramiga kirib, bunaqa dema deyish, okey. Bo'ldi, endi qo'ying. Oltigarchilik modadan qoldi o'sha, okey. Tirikchilik qilsangiz bo'lmaydi. Bundan ko'ra dodam. Uchi. Bayramlarimizga ko'z tegmasin. Mehmondorchilik, urf-odatlarimizga ko'z tegmasin. Shu urf-odatlar deb mana uylana olmay yuribman. Shapaloqlar bo'lsin. Uyimizning remontini mana ko'ryapsizlar. Toza Toshkentskiy xonadon. Egalar raqami bilan srochniy narxlarda sotiladi. Videoga like bosib qo'yinglar, bizga kuzatib olinglar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Yangilar Telegram kanalida sizlar postoyanniy chiroyli narsalarni ko'rib, qotib qolishingiz mumkin.